Assalomu alaykum. Men Nasriddinova Shahlo Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filialining 2-bosqich talabasiman. Bugungi mavzumiz shaxs qobiliyati, iqtidorining pedagogik, psixologik tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlar. Bugungi mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz qobiliyat tushunchasi va uning psixologik mazmuni. Ikkinchi rejamiz shaxs qobiliyatining tarkibiy tuzilmasi. Uchinchi rejamiz pedagogik jarayonda qobiliyat va iqtidorni rivojlantirish. Shaxsning qobiliyati va iqtidorini o'rganish pedagogika hamda psixologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Chunki ta'lim jarayonining asosiy maqsadi har bir o'quvchining tabiiy imkoniyatlarini aniqlash, rivojlantirish va yo'naltirishdan iborat. Qobiliyat insonning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiluvchi individual psixologik xususiyat bo'lsa, iqtidor qobiliyatlarning yuqori darajada mujassamlashgan shaklidir. Psixologiya fanida qobiliyat insonning muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi psixologik xususiyatlar majmui sifatida talqin qilinadi. Tiplovning fikriga ko'ra, qobiliyat tug'ma layoqatga asoslanadi, ammo faqat faoliyat jarayonidagina rivojlanadi. Shaxsning qobiliyati nafaqat bilimlar miqdori bilan, balki ularni amalda qo'llash tezligi va samaradorligi bilan belgilanadi. Qobiliyatning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar: biologik omillar, tug'ma layoqat, nerv tizimi; ijtimoiy omillar, muomala muhiti, oila, maktab; psixologik omillar, motivatsiya, qiziqish, xarakter; iqtidor shaxsning ma'lum bir sohada yuqori darajada yutuq ko'rsatish imkonini beruvchi qobiliyatlar majmui. Iqtidor tug'ma layoqat va rivojlangan qobiliyatlarning uyg'unlashgan shaklidir. Iqtidorning psixologik belgilari: bilimlarni tez va chuqur o'zlashtirish, noodatiy yechimlar topish, o'ta kuchli motivatsiya, mustaqil fikrlashning erta shakllanishi, ijodkorlik va tasavvur kuchi. Xorijiy psixologlar Gartner, Sternberg va Maslou iqtidorning ko'p qirrali va shaxsiy omillarga bog'liqligini ta'kidlash. Sternbergning 3 komponentli modeli: birinchisi analitik intellekt, tahlil qilish, solishtirish; ikkinchisi ijodiy intellekt, yangi g'oya yaratish; uchinchisi amaliy intellekt, amaliyotga tatbiq qilish. Iqtidorli shaxs aynan shu 3 elementning uyg'unligiga ega bo'ladi. Pedagogik jarayonda iqtidor va qobiliyatni rivojlantirish. Birinchisi differensial ta'lim, o'quvchining tayyorgarligiga mos darajalangan topshiriqlar. Ikkinchisi ijodiy ta'lim texnologiyalari, muammoli vaziyatlar yaratish, loyiha metodi, tadqiqot topshiriqlari, STEM mashg'ulotlari. Uchinchisi individual yondashuv, har bir o'quvchiga shaxsiy ta'lim trayektoriyasi o'rgatish. To'rtinchisi psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsiyani oshirish, stressni kamaytirish, ijtimoiy emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish. Beshinchisi iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, olimpiadalar, ilmiy loyihalar, ijodiy to'garaklar o'tkazish. Xulosa: shaxs qobiliyati va iqtidorining tarkibiy tuzilmasi intellektual, emotsional, temperament, kommunikativ va ijodiy komponentlarning birligidir. Bu komponentlarning to'g'ri rivojlantirilishi ta'limning eng muhim maqsadlaridan biridir. Qobiliyat ta'lim jarayonida shakllanadi, iqtidor esa qobiliyatning yuksak darajaga ko'tarilgan shaklidir. O'qituvchi vazifasi har bir o'quvchining qobiliyatini aniqlash, motivatsiya berish va uning imkoniyatlarini to'liq namoyon qilishiga yordam berishdir. Bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz